boyagi ana makler senga sal boshqacharoq qaragandek bo'ldimi? Ixchamda, unaqa emas. Voy, nimaga unda butun tarixingni surishtirib, qayerda turasan, turmushga chiqqanmisan, yo'qmi, hammasini so'radi. Sen ham soddaga o'xshab, uni hamma savollariga lop etib javob berib o'tiribsan-a? O'rtoq, uy bozorda ishlaydiganlarni hammasi ham emas, lekin bir ayrimlari shunaqa ayyor, tulki bo'lishadi-da. Faqatgina o'z foydalarini o'ylab yurishadi. Erdan ajrashgan ayol ekaningni-yu, yana hayhotday uchastkada onang bilan yolg'iz o'zing turishingni aytib qo'yding-da. Yetmaganiga oxirida telefon raqamingni ham berib yording. Yana telefon qilib senga bir nimalar dersa, ishonib o'tirmagin. Ba'zan juda bir ishonuvchan qizsan-da, o'rtoqjon. Voy, rosa sen ham gapni olasan-da. Ja, sen aytganchalik landavr qizmasman. Nega unda ajrashganingni-yu, yolg'iz onang bilan yashashingni umringda birinchi marta ko'rib turgan odamga lop etib aytib qo'yibsan? Av so'radi-da, shunchaki yo'l-yo'lakay aytdi. Nima buni nimasi yomon? Voy dugonajon, bunaqa odamlardan sal uzoqroq yurgin. Tag'in bir boshingni aylantirib olmasin deyman-da. Vahima qilaverma. Sen ham telefon raqamingni berding-ku. Ha endi uy bozorida makler bo'lgandan keyin telefon raqamimni beraman-da, axir men uy olishim kerak. Bo'pti, yur, ishxonaga boraylik. Hozir seni bunaqa gaplaringni eshitaverib, seni kasringga qolib ishxonaga kech qolamiz. Ha endi o'rtoqjon, o'zingga ehtiyot bo'l deyman-da, seni o'ylab aytyapman.